Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgücülər. Yaxşımsızlar? Yaxşımsızlar. Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısıga həmminglar xuş gəlibsizlər. Mən riyasətçi İftixar Abdurşid. Mən riyasətçi Zümrətay Erkin. Bugün düşənbə. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Barın inqilabının dəl 34 yıllık xatir günüdə, yəni 5 aprel günü Dünya Uyghur Qurultayının rəisi Dolqun İsa əfəndiminin Latin Amerika dövlətlərdən Venezuelanın El Pitazo gazetida və Kubanın U-Medio kanalda elan qılınğan Xitayning mustabid xandallığı və Uyghur irqi qırğınçılığı namlıq çoğ həcmlik obzori kommunist Xitay hakimiyyətinin uzun yıllık ən yaxın ittifaqdaşları olub gələn Venezuela və Kubanın hər qaysı sohalarında güclük inkas qozğıdı. Bu bir Uyghur siyasi fəaliyyətçinin tunji qitim ispan tillik Venezuela və Kuba mətbuatlarında maqal elan qilish bo'lib hisoblanadi. Dolqun İsa əfəndim mazkur obzorda mustabid kommunist Xitay hakimiyyətinin Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan buyon Uyghur xalqiga yurgizib kelgan besim, zulm və talon-taroj siyosatlari, Xitayning Sharq Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlari və lagerlar qamalgan 3 milliondan ortiq Uyg'urning beshiga kelgan dahshatli kulpatlar, Xitayning majbur emgak tuzumi, Uyg'urlarning tarixini, madaniyatini, diniy e'tiqodini, tilini, yeziqini və başqa bütün milliy alaylıqlarını tüptün yo'qotish uchun elib berayotgan jinoiy qilmishlari, Xitayning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlariga qarta BDT, Yevropa İttifaqı və Amerika başçılığındakı demokratik ellərinin həm xalqaralıq kişilik hüquq təşkilatlarının ko'rsatgan inkaslari, Uyghur irqiy qirg'inchiligining 11 davlat tarafidan rasmiy qabul qilinishi, Uyg'urlarga munosabatlik Amerikada chiqarilgan qonunlar, Yevropa Birligi tarafidan elingan qarorlar, BDT organlarının Uyghur мәселесі haqida e'lon qilgan dokladlari va Xitoy qaratgan tavsiyalari, Londonda qurilgan Uyghur sud kollegiyasining hukmnomasi, Xitoyning chet ellardagi Uyg'urlar qaratgan chegara halqagan bostirish siyosati va o'zining Xitoyning bu xil ziyonkashlikka uchrash ahvoli, Xitoyning dunyo jamoatchiligining ko'zni bo'yash uchun navbat elib berayotgan soxta tashviqotlari va Xitoyning chet el o'maklarini Sharq Turkistonga ziyorat qildirishining moyit qatorliq noyit keng mazmunlarda tafsiliy tushuncha va izohat berib o'tdi. Va obzorining oxirida Xitoy Uyghur irqiy qirg'inchiligini dunyo jamoatchiligidan yushirish uchun bütün rezil vositalarning hammasini ishga selyotidi. Shundoq bo'lishiga qaramay, bugun xalqaro jamoatchilik Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlarini paydin-pay ko'rib yetishga boshladi. Hozir xalqaro jamoatchilikning amaliy harakatga o'tib, Xitoyning jinoiy javobgarligini surishtiradigan payt yetib keldi deb ko'rsatdi. Dunyo Uyghur Qurultayining raisi Dolqun İsa, Qurultay ijroiya komitetining raisi, Uyghur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat, Qurultayning bayonotchisi va Qurultay ayollar komitetining mudiri Zümrətay Erkinlərdən tərkib topgan Qurultay heyəti Uyghur irqiy qirg'inchiligini Latin Amerika xalqlariga anglatish, shundaqla Uyghur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun Latin Amerika davlatlarining hukumat, parlament va har qaysi sohalarning qo'llashini qo'lga keltirish maqsadida 2023 yili 23 may kunidan e'tiboran Braziliya, Argentina va Chili qatorliq davlatlarda ziyoratda bo'lgan edi. Hammaga ma'lum bo'lgandek, Dunyo Uyghur Qurultayi bilan Uyg'ur kishilik huquq qurilishining Sharq Turkiston xalqiga qarta irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat yurgizayotgan Xitoy hokimiyati va bu xil qirg'inchilik bevosita qo'mondonlik qilayotgan Xi Jinping boshchiligidagi Xitoy amaldorlari ustidan hozirlab chiqqan arznamasi 2022 yili 17 avgust kuni Dunyo Uyghur Qurultayining raisi Dolqun İsa, Qurultay ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat, Qurultayning Angliyadagi advokati Michael Polak va Qurultayning Argentinadagi advokatlari Gabriel Cavallo va Juan Netolarni tarkib topgan arzdorlar heyeti tarafidan Buenos Airesdagi 12 kishidan tarkib topgan Argentina federal sudchilar heyetiga topshirilgan edi. Mazkur da'vo hozirma ham davom qilmoqda. Mübarək Ramazan ayida dunyoning har qaysi ellərdə fəaliyyət elib berayotgan Uyghur təşkilatları və Uyghur cəmiyyəti 1990 yılı 5 aprel vətənimiz Sharq Turkistonda yuz bergan Baran inqilobining 34 yilligini turli shakllar bilan xotirlash orqali Saidin Yusuf boshchiligidagi Baran qahramonlariga bo'lgan cho'nqur sevgisi va hurmatini ifoda qilish bilan birga Uyg'ur xalqiga qarta rahimsizlarcha irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan mustabid Xitoy hokimiyatiga bo'lgan g'azab nafratlarini qaytadan namoyon qilishdi. Baran inqilobining 34 yillik munosabati bilan 5 aprel kuni iftar vaqtida Xitoyning Washingtonga bosh elchixonasi oldida to'plangan bir guruh Uyg'urlar Xitoy qarshi namoyishini Istiqlol marshimiz bilan boshladi. Bu qatimqi namoyishni tashkillagan Dunyo Uyghur Qurultayining muavin raisi Zübeyra Shamsiddin, Qurultay ijroiya komitetining muavin raisi Elshad Hasan, Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbas, Uyg'ur tadqiqot markazining direktori Abdulhakim Idrislar namoyish jarayonida qilgan so'zlarida Uyg'ur xalqining barin shehidlarimizni asla unutmaydiganligini va ularning kurash irodasiga abadiyan varislik qildiganligini ta'kidlash bilan birga
xalqaro jamoatchilikni, jumladan Amerika hukumatini Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan vahshiyliklarni to'sib qilish uchun Xitoyga qarshi yanada unumli va qattiq tadbirlarni yo'l qo'yishga chaqirdi. Elshad Hasan va Abdulhakim Idris apandilar namoyishda xalqimizga xitoban qilgan so'zlarda mundaq deb ko'rsatdi. Zeydin Yusuf başlık barindeki inkılapçı, vatanperver Uygur yaşları şu halkını teşkillep, şu karangoçılıkta halkını başlap Xitayga birinci qitim karışlık kozgulan kötegen. O cesaret 49'nin kiyinki şu karangolukninki şu karango keçilerini busup xuddi bir yultuzdek xalqning ko'ziga chaqnagan va bizning xalqimizni o'yg'otgan. Shuning bilan birlikda shuningdan keyingi keyin-keyindan elib berilgan mayli G'o'lja 5 fevral yoki qolganlari bo'lsin, ta yaqingacha bo'lgan 2009dagi 5 iyul qo'zg'olonlari hammasiga ul sog'an, yo'l ko'rsatgan hamda tashkiliy jihatdan bir asos sağan ve adamlarını terbiyeleyen şu barından keyin xalqimiz mayli Xotan bo'lsin, G'o'lja bo'lsin, Qumul bo'lsin, Qashqa bo'lsin, Aqsu bo'lsin, Korla, Ürümchilargacha keyin-keyindan qo'zg'alib şu vatanning ishtiyoqida, vatanning ozodlik yo'lida, erkinlik yo'lida keyin-keyindan izlanishni başlagan ve kurashlarni yapgan. Biz bugün bu Xitoy elçixonasi oldida nima uchun bu aslashni bu yerga olib boramiz? Do'stim Elshad Hasanning degan gaplarni men takrorlamayman. Biz bu yerga shuni deyish uchun keldik. Biz qisosimizni sen Xitoydan olamiz. Bizning shahidlarimizni unutib qolmadik. Xotanda, G'o'ljada, Yakanda, Ürümçide elip bağlan irqi qirg'inchilikni qatlamini unutib qolmadik. Zindonlarga sulavagan milyonlagan insonlarni unutib qolmadik. Biz bugün senin kameralarning ko'zingning oldiga qarab bu qisos delish uchun qasam ichdik ve bunu bayon qilib keldik. Biz bunu unutib qolmaymiz. Biz cho'qin buni qisosini olamiz. Adalet kunning birida g'alaba qozonadi. Bu nur, bu zulmatdan keyin qaytib keladi. Şunun için biz bugün qarindoshlarimiz bilan Qadr kechasida shahidlarimizni aslab, ularning ruhlariga duo qilish bilan birga bu yerga yig'ilishdik. Shu kuni yana Amerikadagi 100 dan ortiq Uyg'ur Washingtonga bir yakjam bo'lib, Baran inqilobining 34 yilligini xotirlash va Qadr kechasini qutlaqlash iftor faoliyati o'tkazdi. Faoliyatda so'z qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat, Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Alfidar Iltabir va Amerikadagi elga to'nilgan tarixchimiz doktor Nabijon Tursunlar buningdan 34 yil muqaddam yuz bergan Baran inqilobining tarixiy ahamiyati va Baran ruhining milliy kurishimizga ko'rsatib kelgan ta'sir haqida o'zlarining qarashlarini ifoda qilish bilan birga Baran ruhining milliy mustaqillik kurishimizning ilhom buliqiga aylanganligini alohida ta'kidlab o'tishdi. Qirg'iziston va Qozog'istonga Uyg'ur qarindoshlarimiz Xitoyning O'rta Osiyo davlatlarida kundan kunga ish berayotgan ta'siri va o'zlari turishliq davlatlarning murakkab vaziyatiga qaramasdan Baran inqilobini xotirlash faoliyatlarini uzun yillardan buyon izchil davomlashtirib kelmoqda. 5 aprel kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyining Qirg'izistondagi rahbarlari ham vakillarining uyushtirishi bilan Bishkek shahrida Baran inqilobining 34 yilligini xotirlash iftor faoliyati o'tkazdi. İftar faoliyatida so'z qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining Qirg'izistondagi alayda vakili Ro'z Mamat Abdulbaqiyev va qurultay vakili Akbarjon Bavdunov qatorliq peshqadam ustozlarimiz Qirg'iziston Uyg'urlarini, bo'libmi yoshlarimizni Uyg'ur xalqining erkinligi, hurligi va ozodlik uchun qimmatli hayotlarini taqdim qilgan Zeydin Yusuf boshchiligidagi Baran shahidlarimizning qaysar kurash irodasiga varislik qilishga chaqirdi. Uningdan boshqa yana shu kuni Qirg'izistonning Jalolobod shahridami mazkur shaharda yashayotgan Uyg'urlarning oqsoqoli va imomi Alisher Hojimning boshlamchiligida Baran shehidlarini aslash faoliyati o'tkazildi va shehidlarimiz uchun duo tilovat qilindi. 6 aprel kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyining oliy maslahatchisi Qahramon G'ojambardi, qurultay ijroiya komitetining muavin raisi Erkin Ahmatov va qurultayning Qozog'istondagi vakillarining boshlamchiligida Olmut shahrida Baran inqilobining 34 yillik munosabati bilan maxsus iftor faoliyati o'tkazib, Zeydin Yusuf boshchiligidagi aziz shehidlarimizning ro'yi uchun Qur'on tilovat qildi.
Dünya Uyghur Qurultayının Ali Məsləhətçisi, Qazaqstanlık peshqadam kurashchimiz va milliy ustozimiz Qahramon Xo'jambardi apandim iftar va xotirlash faoliyatida qilgan so'zida buningdan 34 yil burun yuz bergan Baran inqilobining maydon kelish sababi va uning Xitoy hokimiyati tarafidan qonliq bostirilishi haqida izoh berish bilan birga Xitoy hokimiyatining navbatda Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlari Onun xalqaradagi inkaslari shundaqla Dünya Uyghur Qurultayının Xitoy vahshiyliklariga qarshi dunyo siyosiy sahnalarida ilib berayotgan kurashlar haqida tafsiliy ma'lumot berib o'tdi. 5 aprel kuni Turkiyadagi Dünya Uyghur Qurultayi vaqfisi, Uyg'ur akademiyasi vaqfisi va Sharq Turkiston tadqiqot vaqfisi birlikda Baran inqilobining 34 yilligi munosabati bilan Anqarada axborot e'lon qilish va muhokama yig'ini o'tkazdi. Axborot e'lon qilish yig'inida yuqorqi tashkilotlarimizning rahbarlari Baran inqilobining maydon kelish sabablari va uning qonliq bostirilish jarayoni Mustabid Xitoy hokimiyatining navbat Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlari, shundaqla Uyg'ur masalasining xalqaradagi yangi yuzlanishi haqida tafsiliy tushuncha berish bilan birga Türkiye hükümetini Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun shakllangan xalqaro birlik hisobga aktivlik bilan ishtirok qilishga dalolat qildi. Baran inqilobining 34 yillik munosabati bilan 5 aprel kuni Ilhom To'xtini qo'llash korpusi tarafidan berilgan Xitoy elchixonasi oldida va Yevropa Sharq Turkiston birligining uyushtirishi va Dünya Uyghur Qurultayining moslashib berishi bilan Xitoyning Germaniyaning Myunxen shahridagi konsulxonasi oldida namoyish o'tkazilgan edi. Shu kuni yana Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlari birligining uyushtirishi va Turkiyadagi ko'plagan Uyg'ur tashkilotlarining yaqindan moslashishi bilan Xitoyning Istanbuldagi konsulxonasi oldida keng ko'lamli norozilik namoyish va axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi. Uningdan boshqa yana 5 aprel kuni Kanadaning Toronto, Fransiyaning Parij, Belgiyaning Antwerpen, Gollandiyaning Utrecht, Shveysariyaning Syurix, Shvetsiyaning Stockholm, Angliyaning London, Yaponiyaning Saitama, Avstraliyaning Sidney qatorliq shaharlarda va boshqa Yevropa ellarida Baran inqilobining 34 yilligini xotirlash munosabati bilan maxsus iftar va shahidlarimizni eslash muhokama faoliyatlari o'tkazildi. Hürmetli görürmenler, yuqorida diqqatingizga kundalik xabarlar programmamizning tafsilotini sunduq. Keyingi qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'linglar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayri xo'sh. Thank you.